Mushuk qani? Mushuk. Shu yerda. Qani? Mushuk uxlab yotibdimi? Oyi, endi mushuk demang. Ismi bor-ku. Qani? Hali ham uxlayaptimi? Oyi, endi domda shunaqa. Hovlimas. Endi kech turadi bu yoqda. Tursin. Yuz qo'lini yuvib, podizlarni supurib tozalab artsin. Oyi, domda farrosh bor. Biz unga pul beramiz. Nega meni xotinim hamon olda chiqib supurish kerak? Hamma kelin supuradi. Sen ham xotining supuradi. O'rganadi. Bo'l. Nimaga kerak podyezdni, zinasini artib supurishni? Kelin u. Yo'q, chiqmaydi. Menga qarshiman oyi. Mushukka qo'shib seni ham yana boshqatdan tarbiyalashim kerak ekan. O'sha uchun keldim. Tushunarli. Demak, kelinni azoblash xizmati ishga tushibdi-da. Tushdi. Bor, chaqir. Xo'p, Chimadanni olib ket. narsalaringizni olib kiraman. Joylab qo'ysin. Ayt. Dadam keldilar. Voy. Bu nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Nima bo'lyapti bu yerda? Yo'lla qo'yib beringlar bu yoqqa. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz ishlayotgandik mana shu yerda. Kelinglar. Kimsizlar? Sizlar kimsizlar? Bu yerda nima qilyapsizlar? Biz usta edik, opa. Ish boshlayotgandik. Xo'p. Nimaga bu narsalarni chiqarib tashlayapsizlar? Bizga buyruq berilgan shunaqa. Kim buyruq berdi? Bir ayol kishi buyurdimi? Sabinami ismi? Yo'q, biz tanimaymiz. Siz aytayotgan yo'q. Bitta erkak kishi keldi-da, buyruq berib ketdi. Yaqinda sotib oldim dedi. Qanaqasiga yaqinda oldim deydi. Axir bu uyning egasi. Biza yo'q. Bizani uyimiz